Mayli, oyoqlarini kesish kerak bo'lsa, o'zim oyoq bo'laman. Mayli, yurmasalar ham o'zim qarayman. Chet elga olib borish kerak bo'lsa olib boraman. Qancha pul kerak bo'lsa beraman. Kim kerak, nima kerak? Hammasini topib kelaman. Jon doktor faqat yashasinlar, iltimos. Bo'ldi, men sizni tushundim. Shifo Allohdan. Sizga to'g'risini aytaman, xo'jayiningizning kasalliklari oxirgi bosqichda. Oyoqlarini kesishimiz mumkin, lekin 99% foyda bo'lmasligi mumkin. Amaliyot yaxshi o'tgani bilan xo'jayiningiz ahvollari yana 3-4 kun ichida o'z holiga qaytib qoladimi deb qo'rqaman. Mayli, shu 3-4 kun uchun hayotimni berishga tayyorman. Farzandlarimizni birga katta qildik. Ularni to'ylarini ko'rishlarini xohlayman. Bosh bo'lishlarini xohlayman, doktor. Iltimos, shu kunlar men uchun, farzandlarim uchun armon bo'lib qolmasin. Iltimos, bor imkoniyatlardan foydalanaylik. Doktor. Mayli, men sizni tushundim. Qani, yuring, xonaga kiraylik. Kerakli narsalarni yozib bering. Menga qarang. Sizga tegib nima ko'rdimmi? Boshqalarni eriga o'xshab, tilla taqinchoqlar u yoqda tursin, bir tuzukroq narsa olib berganingizni eslaysizmi menga? Voy, shukr qilsang-chi, yeyishga noning, yashashga uying bor, bolalarimizni bekami ko'z o'stiryapmiz. Ozgina sabr qilib turgin, hammasi joyiga tushib ketadi. Sabr. 15 yildan beri sabr qildingiz. Shuncha sabr qildim. Nima o'zgardi? Alo. Dadasi uydamisiz? Yo'q, ish bilan ko'chada edim. Nafisa, yig'layapsanmi? Dadasi, xorijga ketmang, iltimos sizdan. Tinchlikmi? Meni kechiring. Siz bizga keraksiz. Men noshukrlik qildim. Men u yoqdagi o'rtoqlarim bilan maslahatlashib, hujjatlarni endi tayyorlay boshlagandim. Yo'q. To'xtating, iltimos. Bu gaplarni unuting. Maylimi? Esimni yig'ib oldim. Ha, mayli, xo'p. Bo'pti.